bo'lishaveradi. Demak, bozorimiz holatida aytadigan bo'lsak, ya'ni o'zimizni qisqacha bozorga qarashimiz qanday bo'lyapti desa, hozirchalikka bizda o'zi Bitcoinni mana bu joydagi kunlikdagi PVga kelganda, qarshilik zonaga kelganda, Allohu alam o'zi mana bu likvidlarni oladi deb shuni kutyapmiz. Hozir bizda mana bu yerda yig'ilib qolgan asosiy likvidlarni oldi. No, bizda yana bu yerda likvidlar qolib ketdi. Ya'ni bu 1, 2, 3 asloni likvidlar qolib ketdi. Ya'ni oxirgi darsimiz bo'yicha ham qarasak, shu yerlarda likvidlar qolib ketdi. Ethereum ham misol uchun bu 3 tasini olmadi, mana bularni oldi. Bitcoin ham bu 3 tasini olmadi, bularni oldi. Endi nima qilishi mumkin? Agar bizda hozirgi o'sishlik, mana bu o'sishlik mabodo mana bu holatda premium diskount qilsak, ya'ni bizda mana diskount zonada ila premium zonada likvid FVG'lar turibdi. Shu joygacha bounce berib, bu premium zonadan biz yana nima kutamiz? Pastga tushishligi. Mana bu qoldirib ketgan likvidlarni olishini kutamiz. Biz nima qilishimiz mumkin? Buni o'tganda yo kanalga yoki tagilarga live o'tganimizda tushuntirib berganman. Mana shu qizil boksdan o'tib olmagungacha, ya'ni $90,000 chiqib olmagungacha biz juda bo'lishlik holatga ishonib qolmaymiz. Chunki mana struktura bo'yicha qarasak ham bu yerda misol uchun o'zgargan. Endi bu misol uchun 0.5 gacha ya'ni premium zonagacha bounce berib turib, keyin bu yerdan yana bitta tushib, mana bu likvidlarni olishligimiz nima mumkin bo'ladi, Allohu alam. Shuning uchun bu o'tishlarda ham juda qattiq ishonib qolmaymiz. Lekin bitta narsa bor, bizda USDT dominansimiz holati go'zal turibdi. Ya'ni bu yerda men anchadan beri kutayotgan joylariga tushib anchadan beri kutayotgan joylarga chiqib reaksiya beryapti inshaalloh. Faqat hali 4 soatlikda tasdig'i yo'q. Chunki mana bir dona candle hali paglashini qila olmadik. No, baribir 1 soatlikda tasdiq bor-u, 4 soatlikda tasdig'i yo'q. Agar 4 soatlikda ham tasdiq berib yuborsa yoki 1 soatlikda shu joyda bos qilib bersa, xudo xolasa keyin bu yerda yana bitta yaxshigina tushlik qilib beradi deb o'ylayman, Allohu alam. Nimaga desa, ya'ni buni Allohu alam qachon beruvdim? 23-yanvar kuni VIPdagilarga berilgan edi bu narsani. Update, mana update keldik. Mana bu holatda mana. USDT dominansi shu 646 larda kutgandik. Birinchisi 635 da agar reaksiya bermasa, ikkinchi holatda kutgandik. Mana shu joyga keldik, reaksiya beryapti. No, baribir hali tasdiq yo'q. Shuning uchun savdolarga ehtiyot bo'lib turamiz. Tem bola bugun hafta boshi, ya'ni dushanba kuni bo'lganligi uchun haftalik holatni ko'radigan bo'lsak ham ma'zur tutasizlar, biroz maza yo'qda, shuning uchun yo'tal kelib qolaryapti. Haftalik holat bir xunuk holatda berkilgan. Ya'ni haftalik candleimiz chiroyli emas. Juda ham bir xunuk holatda berkilgan. Hop, bu endi mana haftalik candle o'zini oladigan bo'lsak ham, mana bu holatda, ya'ni bizga 0.5 gacha chiqishligi ham bu $90,000 ga to'g'ri keladi. 90,000 gacha chiqib, bu yerdan kuch olib yana bitta mana qoldirib ketgan likvidlarni olgani tushishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni umumiy trend, umumiy yo'nalish bizda hali selchilarda. Ya'ni buni nima qilganmiz? Men haligi ob'yomlar bo'yicha, shamlarda ob'yomlar bo'yicha ishlashlikni kursdagilar o'tganmiz. Qisqacha aytadigan bo'lsam, mana bu selchilarda ob'yomi bu yerga ko'chgan. Mana 4 ta candle bilan olib tushgan. Endi bu selchilarda ob'yomi mana K levelga kelib, ya'ni poy zonaga kelib, mana bu joyga ko'chdi. Hali bu ob'yomga qarama-qarshi kuch topilmadi. Shuning uchun bu yerda nima qilamiz? Savdolarga ehtiyot bo'lib turamiz. Albatta, buni 94,000 ga chiqqandan beri misol uchun kutyapmiz. O'zim misol uchun xosatan Bitcoin, Ethereumlarimni 97,700 ga chiqqanda sotdim hammasini. Kechagina tushganda olib yana qisqa savdoda foydalanib oldik. Hozir yana kutyapmiz. Xudo xohlasa, yo'q deganda 83,000 bo'lmasam shu 76,000 larga bitta tushib bersa, keyin bu yerda yana bo'lishlikka qiziqaman deb turibman, Allohu alam.
Lekin ungacha aytmoqchi bo'lganim, hali selchilarda ob'yomi tugamadi. Shu narsaga biroz e'tiborli bo'lamiz. Mana Candle'lar o'zi aytib turadi. Mana bu Candle'imiz qachonki yutilsagina haftalikda, keyin biz yana mega bo'ldish holatiga qaytsak bo'ladi. 1.8 minggacha. Ya'ni mega bo'ldish degani 1.8 ming dollar bilan 116 ming dollargacha. Lekin undan oldin bizda 94 mingdan chiqib olishimiz kerak. Ya'ni haftalik Candle'imiz mana shuni aglashini qilib berkilishi kerak bo'ladi. Shundagina biz yana burilishlik holatga qaytib olsak bo'ladi, Alloh alam. Endi kunlikda esa kunlikda bizga 92 mingdan chiqib olish kerak. 92 mingda 92 ming dollardan chiqib olsak, xudo xohlasa, keyin 94 mingda ham yorib chiqishligini bemalol kutib olsak bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun biroz savdolarga ehtiyot bo'lib turamiz, sal hushyorroq bo'lib turamiz. Lekin nima qilish kerak? Bu umumiy bozor holati bo'lsa, qaysidir coin stop bilan entry beryaptimi, bemalol risk qilib ketaveradi. Ya'ni mana oddiy misol, kecha bozor oqyapti, shu kanalga berilgan, VIPga berilgan, misol uchun banana bir 3 ta 4, kechagina alhamdulillah VIPda bir 4 dan 5 ta take profit oldi. Kanalda bir 3 ta take profit oldi. Ya'ni nima demoqchiman? Bozor oqsa ham yuradigan coinlar bor-da. Ya'ni pul kirsa yuraveradi ular. Shuni hisobiga qaysidir coin bir chotga entry beryaptimi, stop bilan bemalol risk qilib ketaveradi. Faqat stop bilan. Chunki bozor umumiy holati yomon. Ya'ni agar bozor umumiy holati yana bitta qattiq oqib ketadigan bo'lsa, u biz olgan coinlar ham tushib ketishi mumkin bo'ladi. Shunaqa paytda обязательно stop bilan risk qilinadi. Ya'ni stopsiz olish eng katta xatolardan biri hisoblanadi. Stop bilan risk beryaptimi, ya'ni entry beryaptimi, bemalol stop bilan entry qilsa bo'ladi, Alloh alam. Lekin umumiy bozor holatini aytmoqchi bo'lsak, ya'ni hozir aytganimizdek, haftalikda biroz candle'larimiz yaxshi emas. Demak, 3 kunlikda ham, misol uchun candle'lar yaxshi emas, kunlikda ham juda yaxshi holatda turmayapmiz. Faqat endi bizdan nima qildi? Bu likvidlarni oldi. Endi yuqorida yana likvid bor. Mana shu likvidni olib, keyin bu yerdan pastga tushishimiz mumkin bo'ladi. Mana qoldirib ketgan likvidlarni olgan. Ya'ni bizda umumiy holatda mana bu premium zonada order blok bor. Order blokka chiqishdan oldin mana oxirgi likvid darsimizda ham o'tdik-ku, likvidatsiya bor. Bu likvid mana bizga analiz qilishda tayyor nimasi. Mana bu esa bizda premium discount darsimizda o'tganmiz OTO zonalar. OTO zonalar, demak, ya'ni OTO zonalar optimal trend entry. Oldindan aytib qo'yib, biz bu signal hech qanaqa shortga signal emas. Bu nima analizdan shortga futureschilar foydalanishga biz rozi emasmiz. Ya'ni bu bozor holatini tushuntirib bermoqchiman bu yerda, shunchaki. Ya'ni ertaga futureschilar foydalanib mana shundan nima qilmaydi, biz bu narsaga mutlaqo qarshimiz. Bu birinchisi order blok, ikkinchisi misol uchun OTO zonalarimiz, optimal trend entry zonalarimiz. Narximiz shu joyga chiqsa, bu yerda yana sell qarash qilamiz bu yerda. Bo'layotganimizdagi 94 ming dollar haftalikda yuqorida berkilsa, keyin bemalol qarama-qarshiga ishlasak bo'ladi, ya'ni burilishlik holatga. Ungacha biz kichkina time frame'da, ya'ni tasdiq topgan holatda, hozir mana 1 soatlikda oladigan bo'lsak, 1 soatlikda ham hali tasdiq yo'q 100%lik. Lekin misol uchun biz risk qiladigan bo'lsak, mana bu holatda 1.5% bilan kechaginaqa. Kecha ham 1.5% bilan risk qiluvdi, stop urdi. Mana shu holatda OTO zonalarigacha entry qilsak bo'ladi. Agar yuqoriroqqa chiqadigan bo'lsa, ya'ni order blokgacha entry qilsak bo'ladi. Shunda bizni birinchi take profitlarimiz, ya'ni 1 ga 1 RR bo'yicha bizda qancha bo'lyapti? 1 ga 5.5 bo'lyapti. Shunda stopimiz 1.5 bo'lsa, 1.5% yurgan paytda stopni bezubetga qilib kutsak bo'ladi. Ya'ni biz nima buni counter trend deydi, qarama-qarshi, ya'ni strukturaga qarshi ishlab olish deydi. Mana shu counter trend bo'yicha ishlab olsak bo'ladi. Agar bu yerga kelib yana bizga tasdiq beradigan bo'lsa yoki 1.5% bilan risk qilaman deganlar bo'lsa, mana shu joyga kelgan paytda risk qilib stopni buni tagiga qo'yib, mana bu holatda ishlab olsak bo'ladi. Stop urish mumkinmi? Da, albatta. Ya'ni stop urishligi kerak bo'lsa 50%. Take profitga chiqishligi ham bu 50%, ya'ni 50-50 holat. Chunki umumiy bozor tushuvchi trend.
biz qarama-qarshi bouncega risk qilyapmiz. Mana shu risk qilayotgan paytda bizda har doim nima bo'ladi? Birga bir yurgan paytda sekin stoplarni ko'tarib qo'ysa bo'ladigan holatda bo'ladi. Ya'ni shunda bizda birinchi take profitlarimiz mana shu joylar bo'ladi. Mana bu holatda. Birinchi take profit yoki bo'lmasa ikkinchisi mana likvidatsiya olinishligi. Mana. Hop, uchinchisi mana shu order blokgacha mana shu holatda risk qilsak bo'ladi. Agar Xudo xohlasa mana entryga tushib nima qilib bersa, men Xudo xohlasa mana shu kelishiga o'zim mana limit ochib nima qilib kutib olaman va o'zim risk qilaman. Xohlovchilar bo'lsa risk qilsa bo'ladi mana shu holatda. Hop, BTC ehtimoliy zararga bo'lsangiz kiring. Mana shu holatda Xudo xohlasa kelsa o'zim albatta limit ochaman. Hop, endi shu holat, ya'ni bozorda umumiy holati shu. Va biz hozir darslik bo'lib qoldi deb o'ylayman. Ya'ni o'tilingan darsliklar bo'yicha qanday analiz qilishlik ham. Ethereum holatini ham qaraydigan bo'lsak, ya'ni kechagimiz Ethereum holati ham haftalikda yaxshi emas. Bitcoin bilan bir xil. Bunda ham xuddi shu holatda ishlasa bo'ladi. Ya'ni bu yerda 0.5 gacha chiqadigan bo'lsa ham $3050 chiqishi mumkin. Kunlikda holatimiz ko'radigan bo'lsak ham kunlikdagi holatimiz ham juda go'zal emas. Faqat bu yerda misol uchun bizda nima qildi? Likvidlar olindi. Hop, endi 1 soatlik time frame ga oladigan bo'lsak, bizda mana birinchi TVda nimalarda belgilab olamiz? Order block deylik, mana biz endi OTO zonalarimiz buni rangini qizil qilamiz. Hop, endi 1 soatlikda mana bu holatda kelib bersa, inshaalloh risk qilib ko'rsa bo'ladi. Ethereumda 2% bo'lar ekan. 2% stop bo'lar ekan. Demak, buni qarama-qarshi yurishligi birinchi targetimiz albatta o'zini high'ni olishligi, ya'ni bu 2% lardan oshiqroqga to'g'ri keladi. Hop, ikkinchi take profitimiz esa mana bu joydagi likvidlarni olishligi mana. Qolgani order blokgacha stoplarni ko'tarib, foydalarni yechgan holatda risk qilib ko'rsa bo'ladi. Assalomu alaykum usta. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Sizimsiz, maza yaxshimi? Rahmat aka, o'z yaxshimisiz? Ekran ko'rinmayaptimi yo mendami? Zoomga o'tib oling, internetdan aka. Ha, bo'ldi. Hop. Shu holatda o'zim albatta ikkitasiga ham risk qilaman, Xudo xohlasa. Inshaalloh. Xo'p, umumiy holatda shu. Ya'ni kimdir risk qilmoqchi bo'lsa, albatta mana shu holatga kelgan paytda risk qilsa bo'ladi. Va bunga qo'shimcha любой altcoin sizga qanaqadir analiz bo'yicha entry beryaptimi, bemalol siz ham risk qilsangiz bo'ladi. Ya'ni risk qilib ko'rsangiz bo'ladi, faqat stop bilan. Chunki aytyapmiz, katta time frame da holat boshqacharoq bizda. Katta time frame dagi holat sell bo'lsa, biz qarama-qarshisiga buyga kirishlikka harakat qilyapmiz. Shunga qarab stopingizni maksimal qo'ygan holatda entry qilishingizni so'rab qolaman, Alloh alam. Umumiy bozor holati tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Kimdadir qandaydir savol bo'lsa, beringlar, savollarga qisqacha javob berib o'tib ketishlikka harakat qilaman. Savollar bo'lsa beraverasizlar. Mikrofonlarni ochdim. Abdulloh, assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Qalaysiz? Tinchmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat aka, o'z yaxshimisiz?
Ay, yaxshi, rahmat. Shu Tramp o'lmadi, birja qutulmadi-da bor-ku. Nimasini Yangilik aytyapsan bo'lib aka? qolar. Xudo xohlasa. Abdulloh Salana 95 ga tushib beradimi, Abdulloh Salana? Tushishi mumkin aka, Allohu alam. Lekin 95 ga bo'lmasam necha Minglarga bosmoqchi edimiz. ha, yuzlargacha tushishi mumkin aka. 95 larga tushsa bir 10 minglarga bosmoqchi edim-da. Xudo xohlasa tushib beradi. Kamiz bo'lmasa. Endi bitta narsa bor-da, siz o'rta muddatga olmoqchimisiz? Da, o'rta muddatga, конечно. Xo'p, hozirgi holati ham oladigan joyda. Ya'ni nima Ha, demoqchiman? yana tushadi deyishyapti-da. Ha. Dubaydagi bolalar tushadi, zerikmanglar. Yo, bo'lib olasizda, ya'ni birdaniga hozir 10 mingni hammasiga olmaysizda. Ha, sizni taktika qilish kerak. Ha, chunki nimaga u taxminda u tushishligi. Tushmasdan ketib qolishi ham mumkinmi? Ha, albatta. Shuning uchun nima qilasiz? Yo'q deganda bir 3 ming 4 minglik olib qo'yasiz. Mabodo o'sha 95 mingga tushsa, qolgan summaga yana qo'shib olasiz. Sabr qilasiz, o'sadi sotasiz. Ha, endi siz yo'q, men mana shu tagidan olaman deb kutsangiz, bundaroq kelib shu 110, 115 lardan kuchilib yana ketib qolsa-chi. Shu tarafi bor. Endi o'zingiz albatta holatingizga qarab risk qilaverasiz. Gapingizga to'g'ri. 95. Mana mayli, likvid kutaman. olishini kutishayotgan ekanda. Olishi mumkin, Da, albatta. da. Agar degan joyi bor-da. Bitcoin mana bu likvidlarni olsa oladi. Agar Bitcoin olmasdan hozir biz counter trend bo'yicha tevaga yuradigan bo'lsa, Solana yana bitta tevaga yurib beradi. To'g'ri, chunki kuchsiz minimumlar bor-da pastda. Ha. Shuni o'sha 95 da qaytib yana industrial qiladi-da. MSS emas, industrial qilib yana chiqadi Alloh demoqchiman. alam, ha, shunaqa. Endi qimmatroq olganlarga sabr tilaymiz. Abdulloh, charchamang, ishingizga omad. Salomat bo'ling aka. Mayli, jiyanchalarni o'pib qo'ying, sog' bo'ling. Salomat bo'ling, ha. Savollar bo'lsa beraverasizlar akalar. Assalomu alaykum Abdulloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Yaxshimisiz, yaxshimisiz? Rahmat, salomat bo'lsiz. Shu haftalarni kutsak bo'lar ekan-da Abdulloh, ha? Ozgina sabr qilib tursak, shu oyda oxiri-ku. Shunaqasi ham bor, albatta oyda oxiri sabr qilib tursa bo'laveradi. Lekin boya aytganimdek entry stop bilan entry qaysidir coin beryaptimi? Setup qilib entry qilib ketsangiz bo'laveradi. Faqat stop bilan. Stopsiz kirish xato. Foizni kamaytiraylik, ha? Ha, shunaqa. Misol uchun agar umumiy depozitingizni risk qilishga nima qilyapsizmi? Demak siz 10% ga risk qiling yoki 20% ga yoki 30% ga o'zingiz holatingizdan kelib chiqqan holatda risk qilsangiz bo'laveradi-da. Keyin sizdan so'ramoqchi edim. Abdulloh, ana Binance birjasiga kirganingizda, Alfa degan joyi bor-ku. Uni ham savdo qilsa bo'ladimi? Savdo qilsa bo'ladi, faqat o'sha hukmi bor coinlar bilan savdo qilsangiz, bemalol nima qilasiz? Faqat u yerda nimasi mushkula bo'ladi desa, stop bilan take profit qo'ya olmaysiz adashmasam. Men o'zim hech savdo qilib ko'rmadim. Ya'ni xuddi DEX birjasiga o'xshaydi. Ha, shunaqa ekan. To'plam. Stop bilan take Men profit qo'ya topolmadim, olmaysiz. stop bilan qo'ya olmadim. Faqat limit bor ekan. Ha. Limit qo'yib qo'ygan. Shu limitni olasiz, ko'tarilganda sotasiz. Shu ekan faqat. Shunaqa ekan, vallohu alam. Короче, pulingizga rozi bo'lasiz-da, oddiy narsa.
tushib Albatta, ketsa rozi albatta. bo'lasiz. Ha. Bu katta summa bilan emas, bu endi 20-30 dollar bilan kirsa bo'ladigan narsa ekan lekin. Endi Chunki katta foiz summa yaxshi bilan kirsa berar ham ekan. agar riskiga amal qilgan holatda kirsa Alloh alam bo'laveradi. Bu trading uyda buni anaqalari bormi? Chiqib turadimi trading uyda? Binance Alfa'dagilarmi? Tangalar. Ha, Aniq bilmadim aka. Chiqib tursa kerak Alloh alam. Ya'ni deylik, misol uchun Griffin degan token Binance'da yo'q, Alfa'da bor, lekin Max birjada aha. bor. Siz ana shuni Max birjasidagini analiz qilasizda. Ha, bo'ldi, tushunarli, tushunarli. To'g'ri, to'g'ri. Mix janrlar bor chunki. To'g'ri, to'g'ri. Ha. Chunki buni foiz yaxshi o'sib berar ekan, ochko'zlik emas. 2 marta sinab ko'rdim. O'zim savdo qilganim yo'q, kuzatib bordim. Yaxshi o'sish jo'nayin bu endi 200, 300, 500, 1000 gacha chiqar borda. Endi bilib olsangiz-da, Ha, adashmasangiz. albatta, ha. Boyda riskingizga rozi boyda tushib ketadigan bo'lsa sotaverasiz. Iloji yo'q. Ha. Shuni so'ramoqchi edim, shuni eslasa bo'ladimi deb. Ancha beri shuni qarab kuzatib yuramanda. Ha. Keyin buni qarang, alfadagini bu summasini aslida shu summasiga tushunmayapman-da. Bu endi katta summalilarga kirish kerakmi yo kichikroqini? Hammasi lekin million-millionda kamroq summa past kam anaqalar. Ha, shunaqa. Shuning uchun lockup coin'da unga katta pulingizni, bor pulingizni risk qilmaysizda. Bu yoqda topayotgan pulingizni risk qilsangiz bo'ladi, misol uchun. Foydangizda ozgina Ha. foydani. Shuni so'ramoqchi bo'ldim. Rahmat javobingizga. Siz o'zingiz Salomat qiziqib bo'ling. ko'rmaysizmi hech? Yo, men qiziqmadim. Nimada ishlayapman xolos. Binance'da. Ha, Binance'da faqat. O'zim hech savdo qilib ko'rganim yo'q, to'g'risiga. Lekin savdo qilayotgan, misol uchun akalarni ko'rdim, bildim, tanidim. Hammalar savdo qilishyapti. Mix birjali bir turda bu ham. Ha, shunaqa. Rahmat, charchamang, sog' bo'ling. Salomat bo'ling aka. Ha, charchamang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Aka, Ensodan yana yaxshigina yurish kutsak asoslimikan deyman. Endi hech ham misol uchun Kichkina tayin Equilibrium qilib. zonagacha test qilishini kutingda aka. Ya'ni shuncha Supportda bor ekan, o'shangacha shuncha tushdi lekin. pastda ololmadikmi, endi sabr qilish kerakda. O'ylab ko'ring, $1,5 bu $2,5 chiqdi-da bu. Shunaqa. 130% dan nima qilinganda bu 300% o'sdi, bundacha aytganda. Endi hozir o'zi diskountga tushibdi. Endi tasdiq bilan sekin riskka qiziqib ko'rsangiz bo'ladi, Alloh alam. Tasdiq bo'lish kerak. Faqat hozir mana hozirgi holatda tasdiq yo'q o'sishlikka. Mani qarashim bo'yicha, endi o'zingizni qarashingiz bo'yicha qanaqadir tasdiq bo'lsa, albatta olib, ya'ni bitta bundaroq o'sishligiga risk qilsangiz bo'ladi, Alloh alam. Bo'ldi, tushunarli. Rahmat. Xo'p aka, salomat bo'ling.